Abdurahmon aka, kubok. Assalomu alaykum. Ukam. O'tirsizlarmi? Anvar Salim bagajda turibdi. Nima u? Like bosib turinglar ko'rasizlar. Oldin salomlashib ketaylik birodar. Assalomu alaykum. Aka xizmat uchun rahmat. Har xil bespredельlar shu mashinani ko'rib bo'lsa ham sekin haydaydi. Siz xizmatdasiz, biz ham xizmatga kirishamiz hozir. Qaytdik. Ana, ko'rdingmi ukam, bu Cobaltlarni ajali bo'ladi. Ajali. O'rgan, student, o'rgan. Mana. Hech narsa ko'rmayaptimi? Mana. O'zicha qariyalar bor, ani eski narsalar tashib olmaydi, bor. Mana buni ushaganda, chanqoq bostirganda, endi ishga kirishamiz. Dava ketdi. O, ana signalni boshlanyapti. Ketib qolgan bo'lsa ya. Mana. Abdurahmon aka, Cobaltni qarang, furani orqasidan borib ko'rinmayapti pastda. Endi mancha atelabga qo'ymagan, fura keyin kelib to'xtagan bor. Ukam qalay bo'pti? Signallarni bong'illatib tashlashyapti. Gap yo'q, bor. Nechta odam radarga tushgan ekan hozir? Nechta odam radarga tushganligini bilmadik, lekin ancha tushadi. Chanchun nima qilish kerak? Neoline radar detektorini o'rnatish kerak. Ana, ko'rdinglar-ku, uzoqdan usha berishini okalar. Hozir to sezoni okalar bitta Neoline radardan qo'ya olsanglar, sizlarga ancha xizmat qiladi va oilaviy byudjetini asraydi. Eng muhimi tez haydamang. Sal tezroq haydavorsangiz, bu albatta ogohlantiradi. Gap yo'q.